Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan Robloxda 1+Speed keyboard o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Ya'ni bu o'yinda shunday keyboard bu o'yinni har xil levellar bizda 220 speed bor. Biz 2 kishi o'ynaymiz. Va biz World 1dan o'tishga harakat qilamiz. Agar sizlar xohlasanglar, keyingi videoda ikkinchi World'da o'ynab video olamiz. Video boshlanishidan oldin like va obuna bosib qo'yinglar. Bo'lmasa biz boshladik, ketdik mana. Ketdik, mana bu yerdan boshlashimiz kerak. Qulchani bosib qo'yay, chunki telefon ketdi. Internet live bo'ldi. Shoshilmaslik kerak ekan. Bu yerdan shoshilmaymiz, chunki telefon mana level 55 rekomendatsiya. Ya'ni sizda levelingiz 55 dan oshgan bo'lishi kerak. Meniki 220 beraman. Bu to'g'risi mumkin. Bu o'yinda Robux ham bo'ladi. Ya'ni mana tutganman. Bu Robux 8 Robuxni tutganman. Xullas kam sizlar shundan pro o'yinchi bo'lishlari mumkin. Eng muhimi abuna bo'lishlaringiz qilsalaringiz speedlaringiz oshadi. Mana bugun bu ayiqdan oldik. Sotamiz. Ikkita bo'lib ketdi. Mayli. Va do'stlar, mana men yana shu yerga keldim va bu safar ehtiyot bo'lib o'tishimiz kerak. Yaxshi. Qaytadan qilaylik-da. Birdan ana yoqqa chiqib olishimiz kerak edi. Mana shu yoqqa demoqchi edim. Ketdim. Chiqdik. Stage 12 va bu yerda o'tishimiz kerak. Bu yerda hozir kim bo'lsa-da mayli ketdik. Levelgacha boramiz. Nima bu? Tushunmadim. Qanaqa shunaqa bo'ldimi? Qanaqa ko'rishmaydi. Yana teknik. Bitta ketgandan keyin qo'lni yuvib ketamiz. Yaxshi, endi va obuna bosib qo'yinglar. Keyingi o'yinda qaysi shoshildim. Bitdik, shoshildim, aytdim-ku. Bolalar bizga farq qilsa teleport qilamiz. Boss incoming boss atmamızdan koyuyoruz. Burada koşulması gidiyor.
tarzda bor birdan o'tdik. Bu ana bo'lishlari mumkin. Chunki men teleport ishlatdim. Shuning uchun yana bir marta o'zimiz mehnat qilib boramiz. Teleport nimaga bunday bilmadim. Telefonda o'ynashgan da bor. Çıkarsak yaxshi chiqarlik va to'xtanglar. Ha bo'ldi. O'sha yana o'sha keldik. Bu bu böyle. Düşüp gitti ya. Ama o da böyle ya. Bir marta teleport koyayım. Böyle. Bir kör şoförüm. Uy, çok iyi. Nihoyat birinchi marta qiyini shu yerda o'zi. Mayli yana bir kelib oldim. Bu safar o'taman.
shuncha yurib 2 marta o'tdik. Ya'ni birinchisini teleport qilib o'tgandik, ikkinchisini o'zimiz o'tdik. Ya'ni do'stlar, sizlar ham o'ynashlaringizni maslahat beraman. Do'stlar, sizlar o'ynanglar, mazza qilib adminabuz kirasizlar, tezliklaringiz oshiradi. Ya'ni hozir videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, keyin o'ynashingiz mumkin. Hammaga xayr do'stlar, like va obuna istung.